Top, endi biz qiyin ishlarga bormaymiz. Tanlab ishlaymiz biz. Ustobo, siz mana uyimga borsangiz, aytgan pulingizni beraman. Mana aytmagan pulimni ham berayotgan odamga boraman ishga. Ustobo, men beraman o'sha pulni, yuring. Qishloqqa bizdan tashqari ustalar qolmagan. Hammasi Rossiyaga ketgan. Xohlaysanmi, yo'qmi, bizning nozimizni ko'tarasan. O'jira, qanaqa qazansan? Ustobo, nima kamchilik? Bor zontiga olib chiq. Xo'p bo'ladi. Ustobo, salqinga o'tib turibsiz-ku, zontik nima kerak sizga? Menga emas, shogirdlarga kerak. Har bitta borib kelganiga boshiga tutib turishing kerak-da, bular soyaga ishlaydi. Ha, men o'zingizga kerakmi, o'ylanma. Menga kanzellik xonachani yoqib qo'yasan, eksat damini ola olaman. Yo ketaylikmi, yo'qmayapmizmi? Yo'q, ustobo ishlayvering. Dadasi ustalarga makaron solib qo'yaymi? Jinnimisan, hozir ustalar davri kelgan, nozikroq bo'lgan, xo'rozni so'y. Jo'rajon, makaroningiz bilan xo'rozni o'zlaringiz yeysizlar-da, bizga qo'y so'yasizlar, maylimi? Birinchisiga shashlik, ikkinchisiga qozonko'p, uchinchisiga sho'rvocha, qo'y go'shtidan. Bo'ladimi? Yo ketaylikmi? Yo'q, ustobo, bo'l. Bilishlar azamat, ketaylikmi? Yo'q, ustobo, bo'l. Ishlayvering. Ustobo, beton quyishni boshladinglarmi? Beton ishini boshladi, semen yo'q jo'ra. Semenimiz yo'q. Hayli, bir tonna semen olib kelganman. Endi biz har xil semenlar bilan ishlaymiz, jo'rajon. Biz faqat shu Sixop deb nomlangan sement bilan ishlaymiz-da. Nurobod tumaniga yangi zavod ochildi-ku yaqinga. Ana shu sementlarda ishlaymiz. 450 500 markalik juda sifatli yaxshi sementchalar-da. Qandoqdir o'sha sement bilan ishlagim keladi-da mana. Ana shu sementdan top kelasiz, jo'rajon. Uyingiz ham mustahkam bo'ladi-da. Ustobo, hozir qayerdan topaman men ustabeni sizga? Mana bizga bor, jo'rajon. Olib kel. Yo, bu sement yoqmayaptimi sizga? Ketaylikmi? Qaytar. Yo'q, ustobo, bemalol ishlayvering. Ustobo, yana bitta ish bor, o'shani qilib bersangiz 2 barobar pul to'layman. Mayli, qani ko'rsat. Men shu o'y tomni yopish kerak. Ustalar chala tashlab ketgan. Ha, ustobo, nima bo'ldi? Menga birovni chala ishini qilib deb aytma. Nimaga ustobo? Ustani chesga etgan bo'lasan. Nimaga ustani chestiga tegaman? Ustalar birovni chala ishini qilishi xuddi jo'rasi gaplashib yurgan qizga o'ylangandek chestiga tegadi. Yomon alam qilar, kimdirlar g'ish terar.